Dada fleshka uyda qolgan. Ha? Dadang jonli ayta olmaydi-ku. Fleshkani top. Dada esdan chiqib uyda qolar-shu. To'xtay gap eshitgan hozir biz uchimiz ham o'ldiraylik, tezroq madr qilaylik. Cho'lib beraman jonli ayting. Qanday aytadi jonli? Aytmaganman jonli. Abramalagalik sanam mana. Talablarga binoan qo'shiqlarimiz davom etadi. Rostmi hammasi tug'ma. Ikkinchi kupletini aytma. Kayfiyatni qochirar. Orqangdagi dumba. Shunday qobiliyating bor. Hammaga ma'lum. Menga qara, qanaqa qo'shiq aytibsan? Dumba pumba desa, odamni o'tirib tikib berdi. O premyeramiz chumchuq dummas deyiladi. Men aytib o'tirman, ikkinchi kupletini aytma qo'yam. Ana uryapti, aytib o'tir. Senga fleshkani yoningda qo'yib go'ysin deydi men senga. Men senga aytib o'tib qo'yandi. Ikkinchi kupletini aytma, dumbani aytding oxirgi.